Turib qo'yaman aka. Hujjatingizni men videoga olmayman aka. Hozir birinchi mashinangizni videoga olaman. Hop, ana video tarafga qarating aka. Tak, safdor. Tak, safdor. Ana bu barmog'ingiz bilan yopib turibsiz aka. Qo'ng'irov Alimardon. Tak, amal qilish muddati 25-31 dekabrgacha deydi amal qilish muddati. To'g'ri, tushundim aka. Endi qarang aka. O'zbekiston Respublikasining qonuni bor. 1008-sonli qonun aka. 30.1 moddasida u yerda ham aytilyapti. Ichki ishlar organi xodimlariga taalluqli o'sha yerda aytibdiki, nima deydi? Tadbirkorlik subyektlarini yuritish va o'sha tadbirkorlik subyektlarida ma'lum bir lavozimlarni egallashi yoki ish olib borishi mumkin emas deyilgan aka. Birinchidan. Keyin O'zbekiston Respublikasining prezidentining qarori 3889. Uni ham aytib o'tdim aka, 4-bandiga muvofiq siz ham o'sha mumkin emas bu holatdagi mashina mumkin emas. Mumkin bo'lmasa tegishli joylarga murojaat qiling. Bo'ldi aka. Ana shu gap kerak o'zi. Xizmat vazifamni bajaryapman. Harakat xavfsizligini ta'minlayman aka. Noqonuniy aka, mashinangiz noqonuniy aka. Talabga siz qonun ustuvorligini qarang. Qonun ustuvorligini siz tegishli joylarga murojaat qiling. aka, siz bitta narsani tushuning. Ijro etuvchi qonun chiqaruvchi organ bor, bilasizmi? Siz ijro etuvchi organsiz. Demak, qonun ustuvorligini ta'minlash kerak. Ta'minlash uchun fuqarolarimiz salomatligini asrash uchun, yo'l transport hodisalari bo'lmasligi uchun mana shu yerda xizmat faoliyatini olib boryapmiz. Bu moshinga mumkin emas aka. Men sizga yana bir bor aytaman. Nima uchun biz e'tirozimizni sizdan yuqori turuvchi organga biz ham murojaat qilishimiz kerak. Qachonki siz qonun ustuvorligini ta'minlaydigan odam bo'lishingiz kerak aka. Siz bo'lsa nima vazifani bajarasiz aka? Sizning vazifangiz nima? Qonun ustuvor, qani qonun ustuvorligi aka? Qani qonun ustuvorligi? Qani qonun ustuvorligi? Aka, nima deyilgan? 3889 o'sha 4-bandida nima deyilgan? Shumi qonun ustuvorligi? Prezident qarorlariga amal qilmayapsiz, qonunga amal qilmayapsiz, ichki ishlar to'g'risidagi qonunga amal qilmayapsiz aka? Nima amal qilmayapsiz? Ha, bo'ldi. Shumi amal qilgansiz aka? Shu mashinaga turasiz. Mumkin emas sizga bu mashinaga turish. Mumkin bo'lmasa aka, shaxsan o'zim ana shunaqa mashinalardan narsasini jarimasini men bekor qilganman aka. Lekin siz nima uchun men yugurib men borku sud mas'ulida yugurishim kerak aka. Siz noto'g'ri ish faoliyat olib borasiz. Bo'ldi aka, men 102 ga telefon qilaman aka. Birorta bir qonunni menga keltirib bering aka. Xo'sh. Xo'sh. Fiksasiya qilishning avtomatlashtirilgan qismi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yo'l harakati xavfsizligi ta'minlash sohasida investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018 yil 30 oktyabrdagi 3989 sonli qaror birinchi bandiga asosan O'zbekiston Respublikasi kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi Germaniyaning Atlas International kompaniyalari guruhi bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi 3-bandiga aytilgan bu. Foto video fiksatsiya qilishning avtomatlashtirilgan qismi investitsiyaviy loyihasini amalga avtomashinalarga o'rnatilishi lozimligi to'g'risida talablar qo'yilmagan. Mazkur qarorga asosan 2019 yil 9 oyda Ichki ishlar vazirligi va Atlas International kompaniyasi o'rtasida bosh shartnoma imzolangan yo'l harakati xavfsizligi Aka, hozir yo'qli bitta qaror qabul qilingan aka. Qonun aniqrog'i. Buni olib qo'yavering, men o'qiganman buni, investitsion loyiha ekanligini. Endi qarang. Bu yer hozir asos aytibdiki, Atlas nimasiga berilyapti debdi, investitsion loyiha. Lekin O'zbekiston bundan keyin ana noyabr oyida 2024-yil noyabr oyida dekabrdan kuchga kirdi o'zi. Men aytib o'tadigan 1008-sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni o'zi 30.1 moddasiga aytibdi. Sizlar o'zi tadbirkorlik subyektlarini yuritishlaringiz mumkin emas. Investitsion loyihalar tadbirkorlik hisoblanadi. Mayli, ana shunisiga javob.
Lekin bunisiga ham talab qo'yilmagan degan narsa hozir men sizga shuni internetdan olaman aka. Shuni ko'rsataman. 4-bandini o'qib beraman aka. O'sha yerda aytibdi, talab qo'yilgan qizil, ko'k, yonib o'chuvchi va tovush moslamasi o'rnatilgan bo'lishi shart debdi. Yo'q aka, men qarang, keling siz menga ko'rsatingiz, men ham ko'rsatay. Xizmat faoliyatimga laf bermang aka, iltimos sizdan. Siz faoliyatimga laf berasiz. Yarim soat aka, beri vaqtim oladi. meni maqsadim, aka, maqsadim, quloq soling. Qonun ustuvorligini ta'minlang aka. Tushundim maqsadingizni. Men 102 ga ariza qoldirdingiz aka. O'sha ariza bo'yicha meni agar noqonuniy ishlagan bo'lsam, menga nisbatan chora ko'riladi aka. Ha, hozir naryad chaqiramiz, unaqada aka. Bo'ldi, mayli, tushunarli. Ras shuni tushunish xohlamay ekansiz, aka, men sizga tushuntiryapman. 39-89 o'sha 4-bandi bo'yicha mumkin emas. Sizga talab qo'yilyapti, qizil, ko'k va tovushli moslamaga ega bo'lgan mashinaga qo'ying deyapti. Talab yo'q degani emas, talab bor aka. Keyin O'zbekiston Respublikasi qonuni 1008-sonli qonuni 30.1 moddasi deyapman aka. Yo'l harakati qoidalariga avariyalarni oldini olish uchun trafik. Nima yozgan? U yerga noqonuniy ishlang debdimi? Siz bekinib ishlaysizmi aka? Sizga savolda. Bekingan bo'lsa Yo'q, quloq soling. Bekinib ishlaysizmi? Yo'q aka, to'g'rimi? Yo'q, savolga javob bering. Ishlamaysiz, to'ppa to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Demak, bekinib ishlash mumkin emas, to'g'rimi? Inspektorlarga bekinib ishlash mumkin emas. Nima uchun buni bajarasiz, keyingisini bajarmaysiz? Qaysini bajarmaysiz? Mana sizga aytyapman. Bu mashinaga xizmat faoliyatini olib borish mumkin emas deyapman. Men ariza qoldirdingiz. Bo'ldi aka, o'shaning uchun 975-sonli qaror haqida olib borganimiz yo'q. U qachonki siz kimgadir mana buni ko'rsatmasdan jarima, bayonnoma rasmiylashtirish o'zi keyingi masala u. Men u vaqtda gapirmayapman. Birinchidan 1008-sonli qonunni ta'minlang, ustuvorligini. Ikkinchidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 39-89 4-bandini ustuvorligini ta'minlab bering. Prezidentning qarorini. Nimaga shunga amal qilmaysiz? Siz menga yo'l harakat qoidasiga aytmagan, multiradarni qo'ygin demagan aka. Multiradar qo'y demagan aka. qayerda? Mana yo'l harakat qoidasiga nima deyapti sizga? Qo'ying o'sha narsani, fotoradar, multiradar qo'ying, lekin qonuniy qo'ying aka. Qonuniy turibmi aka? Noqonuniy turibsiz aka. Bo'ldi, noqonuniy bo'lsa men Prezident Qaysi qonunga muvofiq? Ayting. nimani? Mana turibsiz, qonuniy muvofiq. Qaysi qonunga muvofiq turibsiz ana? Savol. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 89-sonli qarori 1-bandiga asosan tashkil topgan ekan. 4-bandiga nimaga? Talab qo'ygan sizlarga. Qizil, ko'k va tovushli moslama haqida. Nima uchun? Yo'q aka. Unga aytilmagan. Aynan sizlarga aka, ko'chma, foto, video fiksatsiya qiladigan barcha moslamalar haqida gap ketdi. Hozir men keling to'g'ri beray, o'qing. Xizmat faoliyatiga aloqa bermang. O'qing aka shu narsani. O'qiysizmi? Sizga nisbatan Aka, ko'rsatib bersam o'qiysizmi o'sha narsani? 4-bandini shuni ko'rsatib beraman. Men nohaq bo'lsam men ketaman aka. Ha, bilsangiz nimaga bunday qilasiz? Aka, nimaga bunday qilyapsiz aka? nima qilaman? Aka, noqonuniy turibsiz-ku aka. Ro'zavoylarga ham bu narsa yarashmaydi. Qilmang, noqonuniy qilmang, qonuniy qiling. Ishingizni qonuniy qiling aka. Qonuniy ish turibman. Noqonuniy turibsiz. Noqonuniy bo'lsa, sizga yana bir marta tushuntiraman. 102 ga ariza qoldirdingiz. To'g'rimi? Qoldirdim aka, qoldirdim. Qoldirgan bo'lsangiz, menga nisbatan chora ko'riladi, qonuniy chora. Demak, hozir mashinani olmaysiz. Olmayman. Qonun ustuvorligi ta'minlamaydi. Qonun ustuvorligini ta'minlash uchun mana shu yerda turibman aka. Tupurib qo'ygansiz. Ichki ishlar to'g'risidagi o'sha qonunlarga, O'zbekiston Respublikasi qaroriga tupurib qo'ygansiz. Bajaring. Respublikasi prezidenti Talab qilyapman, bajaring. Men sizga fuqaro sifatida kelganman. Talab qilyapman. Noqonuniy, men sizga qonun bilan isbotlab beryapman. Siz menga qonun bilan isbotlab bera olmayapsiz aka. Qonun bilan isbotlab bering. O'zbekiston Respublikasi prezidenti qonunidan Aka, qarori, o'sha qarorda talab qo'yilgan aka, qizil, ko'k va tovushli moslama o'rnatilsin deyilgan. Talab qo'yilgan. Aka, siz menga videoni qo'yib berganingiz bo'lmaydi u. U yerga rasmiy o'sha matbuot kotibi rasmiy munosabat bildirganda aynan o'sha xizmat faoliyatiga aloqa bermaydi. olmaysiz. Bo'ldi, men buni bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarga joylayman aka, bo'ldi. Sizni ustingizdan mana shu shikoyat arizasini qoldiramiz. Mana Muborakka kiraverishda bu. Mana bu inspektorimizga tushuntirish ishlarini olib bordik. Bu inspektorimiz tupurib qo'ygan qarorlar.